Heyterlar hozir juda ham ko'payib ketdi. Meni kontentimda ko'plari g'idi-bidi gaplarni qiladi va erkakchilik g'ururimga tegadigan kommentariyalar ham, soобщениyalar ham yozib turishadi. Har bir meni hurmatli heyterlarimga e'tiborga olishinglarni so'rab qolaman. Sizlar unaqa kommentariya yozishdan oldin Mr. Doniyor School, Yunusobod 4-kvartal, Toshkent 20-domga kelinglar-da, mashinaga ikkalamiz o'tiramiz-da, shahardan tashqari chiqamiz. Ana o'sha yerda sizlar bilan gaplashaman men. Lyuboy joyda lyuboyman men. Qaramanglar sizlar, u ustoz nima qila oladi и так далее deb. Lyuboy joyda erkakchilik g'ururga tegdinglarmi, javob berishga tayyor turinglar. Bu faqatgina menga tegishli emas, meni situatsiyamda. В целом har bir yoshga shu narsani gapirib o'taman. O erkakchilik g'ururiga tegdimi, ota-onalarga tegdimi, spros по-любому olinadi. Yozadimi, yozmaydimi? Chunki ertaga u bichli ko'chada ham shu narsani gapirib o'tirishadi. Ajallab gapiruvdim, javob bera olmadi deb. Hammanglarni og'zingizga qo'yadigan joy bor. Так что любой bazarni filtrovать qilish kerak. Тем более erkak kishi bilan gaplashayotganda. Charchamaysizlar.